Ba'zan yosh bolalar emlanishi kerak bo'lgan paytda tomog'i og'rishi yoki shamollab qolishi mumkin. Bu paytlarda ba'zi bir shifokorlar hozircha vaksina olmay turinglar deyishadi. Natijada emlash vaqti o'tib ketadi. Bola vaqtida vaksina olmaydi va buni ortidan keyinchalik jiddiy kasalliklarga chalinish xavfi oshib ketadi. Lekin bu kabi holatlar vaksina olishni kechiktirish uchun sabab emas. Bir muhim qoidani yodda tuting. Sog'liqni saqlash tashkilotining rasmiy tavsiyasiga ko'ra, shamollash, tomoq og'rig'i, burun oqishi, bosh og'rig'i, hatto diareya yoki qayt qilish ularning hech biri vaksina olishga to'sqinlik qiladigan holat emas. Ya'ni agar bola yengil shamollagan bo'lsa, odatda vaksina olishi mumkin. Vaksinani olish mumkin bo'lmagan yagona holat esa bu kuchli allergik reaksiya. Bunda vaksina tarkibidagi qaysidir moddaga nisbatan odamda allergik reaksiya boshlanishi mumkin. Ayniqsa zamburug'iga allergiyasi bor bolalar ehtiyot bo'lishi kerak, chunki ba'zi bir vaksinalar tarkibida shu modda bo'lishi mumkin. Allergik reaksiyani qanday bilish mumkin? Bunda tana to'satdan qizarib ketadi, lab va qovoqlari ishadi. Terida qattiq qichishish boshlanadi. Nafas olish qiyinlashib, xuddiki bo'g'ilib qolayotgandek his paydo bo'ladi. Qon bosimi tushib ketishi va bemor hushini yo'qotishi ham mumkin. Lekin bu kamdan kam uchraydigan holat bo'lib, odatda ko'pchilik bolalar bu muammolarsiz emlanadi. Vaksinadan keyin ba'zan bosh og'rig'i, isitma, holsizlik, qayt qilish, ich ketishi, tanada og'riq bo'lishi, hatto vaksina qilingan joy ishib qizarishi mumkin. Va bularning barchasi oddiy, tabiiy holatlar bo'lib, bular tananing himoya tizimi, ya'ni immunitetni ishlayotganini va kasallikka qarshi kurashayotganligini bildiradi. Bu kabi simptomlar keyingi vaksina olishga hech qanday to'sqinlik qilmaydi. 1 yoshgacha bolalar qaysi vaksinalarni olishi shart? Tug'ilgan paytiyoq chaqaloqlar gepatit B va tuberkulozga qarshi tug'ruqxonani o'zida emlanadi. 2 oyligida gepatit B ning ikkinchi dozasi, bunga qo'shib esa yana difteriya, qoqshol va ko'kyo'tal hamda inflyuenza vaksinalari qilinadi. Bola 4 oylik bo'lganda esa ushbu vaksinalarni ikkinchi dozasi qilinishi kerak. 6 oylik bolalarga esa gepatit B, difteriya, qoqshol, ko'kyo'tal, rotavirus va pnevmokok vaksinalarining 3-dozasi qilinadi. Eng muhim vaksinalardan biri qizamiq, qizilcha va tepkiga qarshi qilinadigan vaksinaning 1-dozasi esa bolalarga 1 va 1,5 yosh oralig'ida qilinishi kerak. Farzandingiz sog'lig'iga befarq bo'lmang va vaqtida vaksina oling. Siz bilan Med 36 jamoasi bo'ldi. Salomat bo'ling.